O'zbeklarning yuraklarini qayg'uga solgan yana bir yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Jizzaxda dahshatli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Jizzax viloyatida sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasida 5 kishi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Qayd etilishicha, voqea joriy yilning 21 noyabr kuni soat 23:50 atrofida Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Fayzobod mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan M39 Toshkent-Termiz yo'lining 989-kilometrida sodir bo'lgan. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanida istiqomat qiluvchi 2003-yilda tug'ilgan haydovchi Isuzu rusumli yuk avtomashinasi Samarqand yo'nalishida joylashgan avtomobillarga gaz quyish shoxobchasidan chiqayotgan vaqtida ushbu qismda o'rnatilgan 2-4 yo'l bering va 4-1-2 harakatlanish o'ngga yo'l belgisi talablariga bo'ysunmasdan belgilanmagan joydan Toshkent yo'nalishiga burilish uchun yo'lning qatnov qismiga chiqqan vaqtida Toshkent-Samarqand yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida yashagan 2000-yilda tug'ilgan haydovchi Lacetti rusumli avtomashinasi bilan to'qnashishi oqibatida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yong'in ortidan Lacetti rusumli avtomashinasining dvigatel qismi yong'in kelib chiqib, avtomashina to'liq yongan. Ushbu yo'l transport hodisasi oqibatida Lacetti rusumli avtomashina haydovchisi hamda transport vositasi salonida bo'lgan 4 nafar yo'lovchilar turli darajadagi tan jarohatlari bilan voqea joyida halok bo'lgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi bilan 3-qismi A bandiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Avvalroq Andijon viloyatining Shahrixon tumanida 4 ta avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lganligi haqidagi yomon xabar barchani qayg'uga solgan edi. Yo'lda harakatlanayotgan barchadan ehtiyot choralariga amal qilishlarini hamda yo'l qoidalariga rioya qilib harakatlanishlarini so'rab qolamiz.